Aziz tomoshabinlar, siz Istiqlol telekanalida tushlikda dasturini jonli tomosha qilyapsiz va o'ylaymizki, dasturimiz sizga manzur bo'lyapti, chunki bizda bugun ajoyib mehmon, ilm odami, texnika fanlari doktori, Buxoro davlat texnika universiteti professori Sadriddin aka Fozilov. Sadriddin aka, ajoyib qo'shiqlar uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Endi bu sho'xroq taronalar ham bormi? Ya'ni bor, albatta. Bastalab turasizmi sho'xroq taronalar? Yaqinda Borodboy Qobulovni bir odam sayr etmasa degan bir qo'shiqlarni men talabalik davrimda uni davralarga aytardim. Ko'p aytadi nimada. Shu qo'shiqni sal sho'x maronda Xorazm yo'nalishida ozgina nima qilib qo'ydim. Endi qo'shiqdan oldin aytmoqchiman, mana haqiqatan bu san'at darasi juda og'ir narsa. Chunki mana bejizmas ekanda san'atni nonini yeyish juda qiyin. Men bir narsaga, mana shu shug'ullanib kelgan bir narsaga insonlar bu mana buyuk san'atkorlarimiz Alloh tomonidan berilgan ne'mat. Shunday, albatta. Endi mana shoirlarni yozgan qo'shiqlarini, she'rlarini qo'shiq qilib xalqqa ma'noli qilib aytib berish. Mana biz ma'ruza o'tamiz talabalarga. Ma'ruzani talabaga qanday tushuntirib beramiz? Ular bir o'qituvchining o'zining metodikasi. Mana bir xil bor, akademiklar bor, lekin bir xil oddiy o'qituvchilar bor, chiroyli dars berib talabaga ma'noli, mazmunli qilib tushuntirib beradi. Shuning uchun qo'shiq aytish ham Alloh tomonidan har kimda. Men juda qiyin. Gap to'g'risi, mana shuncha fan doktori, olim bo'lib ham qaraman, bitta kuyni o'zini yoki bitta notani o'zini mana Niyoz akadan, Komil akalardan o'rganib qayta boraman. Mana olim do'stimga aytaman. Lekin baribir qayta olish qiyin ekan. Shuning uchun aytamanki, bu san'atkor ham har nima emas, ko'pchilik o'ylaydi, endi san'at deydi. Vaqtiga mana Ortiq aka, Ortiq Otajonov, Komiljon Otaniyozovlar, Sherali Jo'rayevlar, mana haligi Bobomurodov, hamdamlar 50 ta, 40 ta shularni bir turganda aytish bu Allohdan bergan. 3 soatlar, Allohning ne'mati bu. Albatta. Endi ko'pchiliklar san'atkor hozir suniylashtirib ketyaptilar. Yo'q. Bu Alloh tomonidan berilgan bu ne'matligini men ishonch hosil qildim. Shuning uchun endi men nima deyman? Yana bir bor san'atkorlardan uzr so'raganim yo'q. Hozir shuning uchun mana ustozlarga boryapman. Hali kecha mana kitob magazinga kirib notani ham oldim. Ana, hali uni ham o'rganmoqchiman desangiz. Endi nima deydi? Mana bizning payg'ambarimiz 40 yoshdan keyin payg'ambar yosh ketgan. Endi Alloh nasib etsa, keyin Bobomurod Hamdomovni bir men intervyularini eshitganman. 60 yoshdan 70 yoshgacha mana eng zabardast ijod qilgan paytim deganlar. Endi mana 60 ga endi qadam qo'yamiz. Alloh nasib etsa. Endi meni niyatim nima deydi? Haqiqatan ham biz buyuk san'atkor bo'lishimiz. Mana shu 10-15 ta qo'shiqni bir Alloh tomonidan berilgan narsani bir tasmaga yozdirib farzandlarimga, keyin mana shularni bir yaxshi san'atkorlarga yetib aranjirovkasini joyiga qo'yib, o'zining nuqtasi bor. O'zining nuqtasi, mana bizda ilmda o'zining nuqtasi bo'lgandek, ilmda o'zining mutaxassis professori ko'rgandek, o'shalarga ko'rsatib, yana pishitib, yana qolgan boshqa qo'shimcha akordeon, so'z, boshqani qaysini desam, boyitmoqchi, o'sha ustozlardan borib kelib beramiz. Alloh nasib. Shuni yozib, lekin san'at bo'lishga da'vogarlik nimamiz yo'q. Mana bizga Alloh tomonidan hamma narsa berildi. Fan doktoriman. Nima deydi? Ilmiy kengash, mana hozir rahbarimiz ham mana bizani Sadoqat Gapirovni ham juda katta imkoniyat qilib berganlar institutga. Mana shunaqa Alloh tomonidan mana shu ham aytayman, universitet qildilar. Juda katta imkoniyat beryaptilar olimlarga. Shuni nima deymanki, shu bilan birgalikda bir ozgina ijod qilib, mana farzandim ham fan nomzodi, mana doktorlikni yo'qlayman deyapti. Alloh tomonidan berilgan ozgina ijod qilib. Agar ruxsatingiz bersa, hozir shu Borodboy eshitamiz. Ozgina bir sho'xroq usulda nima qilaman, shuni aytib bersam. Albatta. Sayr etmese buston mu, yıllardan bitmese dastan mu? Adam sayr etmese buston mu, yıllardan bitmese dastan mu? Umur gencin harç kılıp kurdin imaret, yer kadem yetmese aşan mu?
umr ganjin xarj qilib qurding imorat gar qadam yetmasa ashon-ashonmu sahibi dunyodir bashar farzandi insonga gul tutmasa davron davronmu sahibi dunyodir bashar farzandi insonga gul tutmasa davron davronmu kun hayot sorboni onasi zamin yerni shod etmasa osmon osmonmu kun hayot sorboni onasi zamin yerni shod etmasa osmon osmonmu mehr bilan qili uyingni obod do'st bo'lib ketmasa mehmon mehmonmu mehr bilan qili uyingni obod do'st bo'lib ketmasa mehmon mehmonmu misol oqshomini tutmayin darib misol oqshomini tutmayin darib sinovdan o'tmasa hijron hijronmu sinovdan o'tmasa hijron hijronmu o'tmasa hijron hijronmu ishqibog'ini qilib ko'rkam dunyoda ezgulik kutmasa inson insonmu ishqibog'ini qilib ko'rkam dunyoda ezgulik kutmasa inson insonmu odam sayr etmasa bo'ston bo'stonmu el dardin bitmasa doston dostonmu daston dastonmu kattakon rahmat ustoz. Juda ham xursand bo'ldik. To'g'risi shunday professor inson borlar, xirgoyi qilishni, qo'shiq aytishni yaxshi ko'radilar deganlarda endi bunchalik darajada san'atni nozik tushunasiz deb o'ylamagandim. Juda ham xursand bo'ldim. O'ylaymanki, ijrolardan bizni muxlislarimiz ham maroq olishdi. Bu bilan to'xtamaysiz albatta, to'g'rimi? Albatta harakat qilamiz. Xudo Alloh sog'likni bersa, Alloh umrni bersa, ilm bilan birgalikda hamkorlikda olib boramiz ustozlarni. Nima deydi? Izlanyapmiz. Izlanyapmiz mana hozir. Hali yana o'rganamiz deyim. Kechagina mana Karim aka Zulfiqorov yana bitta qo'shiq berganlar, shuni ham o'tirib ustiga ishlayapmiz. Olim do'stimiz bilan mana birgalikda. Xudo xohlasa, nima deymiz? Hammaga omad tilaymiz, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Dunyomiz birinchidan tinch bo'lsin. Albatta. Mustaqilligimizga ko'z tegmasin. Mana hurmatli prezidentimizni qiladigan da'vatlarimizga doim labbay deb tayyor deb turadigan farzandlar yashashsin. Respublikamiz, davlatimiz rivojlansin. Albatta. Sog'likda, yaxshi kunlarda uchrashaylik. Eng muhimi tinchlik, salomatlik bo'lsin. Mana eshitib o'tirgan muxlislarimga ham, sizlarga hammaga ham sog'lik, omonlik tilayman. Shogirdlaringiz ko'rib turishgandir sizni. Shogirdlarga ham oilaviy totuvlik tilayman. Sog'lik, omonlik bo'lsin. Hammani xonadonida tinchlik bo'lsin. Albatta. Bizni bugungi mehmonimiz Buxoro davlat texnika universiteti professori, texnika fanlari doktori Sadriddin aka Fozilov bo'ldilar. Juda chiroyli qo'shiqlarni bizga taqdim etdilar. Garchi ko'rib turibsiz, ilmning insoni bo'lsalar ham, ammo mana musiqaga qanchalik oshno ekanliklarini, o'sha san'at bilan qanchalik bir oshno ekanliklarini mana shu chiroyli qo'shiqlari, taronalari orqali bizga yetkazdilar. Bu nimadan dalolat? Boya
boya ko'rsatuvimiz boshida aytganimdek, endi Buxoro bu shashmaqom yurti. Albatta, Bu yerdan juda ko'p san'at darg'alari yetishib chiqishgan va shuni bir yorqin misolini bugun biz mana ustozni siymolarida yana bir marta ko'rdik. Rahmat. Qaysi sohada bo'lmasin, qaysi kasb-korni egasi bo'lmasin, asl buxoroliklarning qalbida, yuragida, qonida san'at oqadida baribir. To'g'rimi? Bizga ajratilgan vaqt esa o'z nihoyasiga yetdi. Sizni oldinda kutayotgan dam olish kunlaringiz albatta fayzli, maroqli bo'lishini, do'stlaringiz, oila a'zolaringiz, sevimli insonlaringiz davrasida mana shu kunlarni bir serfayz o'tkazishingizni istaymiz va dushanba kundan biz an'anaga ko'ra yana tushlikda dasturini jonli efirlarda davom ettiramiz va ustoz sizni keyingi ko'rsatuvlarda ham albatta yangi ijod namunalari bilan kutib qolamiz. Mayli, albatta, rahmat. Hammalar taklif qilganlaringiz uchun katta rahmat. Istiqlol televideniyasiga ham doim omadlar bo'lsin. Buxoroda juda ko'p yangiliklarni, yaxshi ma'naviy, ma'rifiy, o'shani mana oliygohlarni ham juda yaxshi reklama qilasizlar. Omad tilayman, hammalaringizga sog' bo'lib, salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Demak, siz bilan shu nuqtada xayrlashamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni hamisha ehtiyot qiling.